Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Biz yangi adresimizni videosini chiqaryapmiz. Qarang, metro Spassky Sydney ploshdan chiqqaningizdan keyin bu tarafdan metro Sadovoydan chiqib kelsangiz bo'ladi. Metrodan chiqqandan keyin 1 minutlik yo'l. Улица Yefimova, Улица Yefimova birga kelasiz. Birga kelib shu tarafga yurasiz. Хороший связь bor. Ko'pchilik bilishadi bu ko'chani. Shunday kelasiz. Hozir video oxirigacha ko'rsangiz, qolganini tushuntirib o'tib ketamiz. Metrodan chiqqaningizdan keyin 1 minutda metro Sydney ploshad Spassky Sadovoydan chiqqaningizdan keyin 1 minutda yurib kelasiz, ko'ryapsiz. Ko'cha shu yerda, chorrahani ko'ryapsiz. Birodar Aviya shu yerda. Aviya kelsa, telefon nomerlar 3 yildan beri ishlaymiz. Xudo xolasa, hozir bu Sadovoyga sizlarga yaqin bo'lsin deb, ko'chaning ustiga chiqdik. Bu yerda ham telefon remont, aviya kassa, ichkarida sartarosh xonadonlar ham bor. Bemalol kelishingiz mumkin. Adreslarni yanada pastga ham yozib qoldirib qo'yamiz. Telefon qilasizlar.